O'zbegimning milliy taomlaridan bo'lgan grechka palovni o'z uslubimda birgalikda tayyorlab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Grechkani yoqtirmaydigan yaqinizam buni ko'rib ishtahasi ochilishi aniq. Yog'ni quyishdan boshlab olamiz. Qiziguncha grechkalarimizni yuvib qo'yamiz. Piyozini qovurayotganda qizartiradigandan savatsa yana ham chiroyli bo'lib qizarib chiqadi. Xil sabzi, kartoshka va ko'katlarimizni birroq aralashtirib olamiz. Ular taomimizni yana ham mazali qilishda asosiy o'rinni egallaydi. Bu safar ovqatimga go'sht solmadim, lekin mazasi juda ham appetitli chiqadi. Bir marta tayyorlab bersangiz, qayta tayyorlab berishingizni iltimos qilishadi. 2 kosa suv quyib, yarim soat sabzavotlarimiz pishguncha qaynatib olamiz. Ivitilgan grechkamizni ham solib, oshni damlagandek 20 daqiqaga dam berishga qo'yib qo'yamiz. Bugun kechga tayyorlab ko'rasizmi? Muhimi mazali va semirtirmaydi. Yoqimli.